altın zor ilişka benim gücüm yetmeydi. Ananla bunu bildi. Oylap bir çağrı taptı. 50 yıldan beri kusakımda saklap gelgen mahfiyetligimni bugün divitidigan boldum da. Dada, bu qanday mahfiyetlik? Anlap bakaylı? Dine biz anlap bakaylı. Pul bulmagaçqa ilacısız toyluqqa atap azam bahalık sahtızları soktudu. Bu ne ananla bilip kalsa toydun yeni olamı ki degan endiş mi bat. Lekin ananlığa bu gapni demisem bo'lmaydi. Ananlığa toyluqqa atap sahtızları soktuğanlığım ne deydi. Oylamağa yedin ananla sahtızlarga razı oldu. Ailesikilerge demeydigan bo'ldi. Shunda qilib to'yga rozi qildi. Shundan keyin to'yni boshladi. Uzra hozir bormi yo'q. Men bilmayman. Ba dadası. Uzir hazırmı ba? Düşengil kızım. Ana. El igiz takçediki bunlar bir kutuva eçiksa bala. Aman qo'y. Şu bala şu. Men bu sahtı zırhını 50 yılını yak saklap geldim. Keyin dadanglı bana cın altından zırhımı sokturup berdi bolar. Lekin men bu sahtı zırhını aşı haqiqiy zırhga tan qilmayman. Bu sahtı bo'lgan bilan bizning shu chog'dagi aqidamiz sapdi. Ko'nglimiz sapdi. Shu aqid ixlosning kuchi bilan niye jafolarni teng tortib bir-birimizga yor yo'lak bo'lib bir-birimizning ig'irchiligini ko'tarib mana mush kun keldik emasmi? Men tehe bu sahtızlarını allaqachon tashlab etdi deb o'ylabdim. Rahmat unisi. Dada, ana. Sizlar shu topda bizga nihoyat jonliq bir dars o'tdinglar. Biz bu hikoyani bolalarimiz cho'ng bo'lgandimi bularga so'zlab beramiz. To'g'ri deding aka. Bu hikoya menga bir qattiq ta'sir qildi juma. Hozirgi bay yaşa turmuşimizda o'tgankiga selishtig'ini zod bo'lmaydi. Lekin bay bo'ldik deb o'tmishni unutib buzib chechib isrofxo'rlik qilsak texmi bo'lmaydi. Ras. Dada, ana. Bu hikoyanglar hammadan bek menga ta'sir qildi. Chunki men tek to'y qilmadim emasmi? Aldırmak birisi. Oy. Bu gap bilan bo'lib ketib toqlarni unutib qo'y. Voy, kavab. Ana mana. Tepiye. Recep Bey tarixini so'zlab ketdik ha, bog'liqqa. Bir devalay deb qolganda bir devetlar. Men yana saqlab qo'yay.
Bek geç kaldın go. Ben sana gep kıladım ha. Şu top oynap kelgen. Top oynap. Top oynagıcı baldı kile ma tapşırıqını işlesem bu mumda. Şu men top oynaş amraq tulsam. Top amraq de. Öz vaqtida men sana boptu mektepte okumay, canıga es qatılgan hüner öğrengen desem, men mektepte okuyma, mektepte okuyma deyse. Ha boptu okusun, bir ağaç qo'xshash yaxshi o'qib, mana bir oliy mektep o'ssin desem, men ham top o'ynayman desa. Bizdan keyin qolsang top o'ynab, uni qilib, buni qilib jiningni baqalamsa, deb baqa. Ya Allah, dadisi ya Allah. Balı bir herif içip kelgende kot qilaverdi ekansizlar. Kichik bola o'g'aniki top o'ynash nima bo'pti? Ha, hech kim bo'lmaydi. Ha, balang taz yanmaz, obdaydan bulda. Hey, men tugmanning ishini aldirash bo'lgan ekan. Maktabdan qaytib kelib, ma ishak helib bitib, to'qlag'i bir yem berib, uningdagi o'zining topshiriqini ishlasa bo'lmam deymi? Tantarbiya ma'lumini sinan futbol oynash alaydilik qanbat jahan terish deganda. Aslida seni ma'luming buzib etkanda. Ma'lum degan yaxshi o'qib demay top o'yna demda. Mana qara. Sen top o'ynab bizdan keyin qolsang qanday jiningni baqsa bilam. Dada mening cho'ng bo'lgani Bekxamga o'xshash futbol cho'lpin bo'lg'im bor. Nima? Nima ham? Bekxam deydi o. Bekxam? Bekxam degan şöyle qilib faqatli xam pishmagan degan gap qo'y. Xudoyim, sen bag'o ashta xam odamlarni loyg'azel, qaq emas ashta odam do'rsang va sen non qepe, hech mi qaq emaydigan odam bo'lsa. Dada Bekxam diye Angliyalik futbol cho'lpini. Neyli ko'z bo'lmamda, nimkar meningki. Cho'lpan bo'lmishdi. Cho'lpanlikni sana nima qo'yapti? Allah bekrahon. Balaning qiziqishini so'q so'satmanglar. Kim bilibdi o? Ertegen bizning balamizning de cho'lpan bo'lib qolamda, hay bular. Ha, taz yanmaz. Obdan buluda. Oylasam kallamda ötmeydi. Bir tirdi jumlaq topni tikip, onun içigi yel vurab, uyandım bu yanga dip oynagandan nemigi paydası deymi? Tekrar televizora qarasam, eliqi jazig'dagi torning ichiga topni kirgizib deb urib dipep. Ay xo'shulab, o'zini yaga etib, jumlangishib, eqlangishib, vaqishib ketgan taqa. O top kirsin nima bo'pti? Kirmis nima bo'pti? Unchilar japata talishib ay topni oshnaga kirgizgandan ko'ra hech kim qamg'an vaqtida o'z yolg'iz qilib uribdi. Qanchalar kirgizasiz bo'lmam deymi? Dada u degan topning qiziqi. Sen o'tgandan keyin o'tirib qarta o'ynaysan-ku. Futsaning bo'pti, futmusaning bo'pti, o'xshash-ku. Umdan bo'ldim bekrahon. Mana bunday gap bor. Tushuntirasiz. Hey, men sen deb qo'yay. Qart degan o'xshamaydi. Qartimda terakning soyisida, avaliq yerda armelib o'ynaydigan nima? Qart o'ynash degan huzur, uqdingmi? Nar o'xshamaydi, o'xshash-ku. O'xshamaydi dedim, o'xshamaydi. Tul saqal taqala qilmaqda? Bo'ldi balam, dadamni gap talashmayman, so'mkani qo'yapman, ishimni qilayman. Balam. Unimi deymiz, bunimi deymiz. Yana shu seni yaxshi olsun deymiz balam. Sen bu mektepte top oynayın demey. Yaxshi tirishib o'qisang, qo'shnimiz Qaysarja akangdek bir shirkatga direktor olsang, biz xotirjam bo'lib qolamiz emasmi balam? Buningdan keyin top oynayim demey, yaxshi tirishib o'qim bo'lamdi balam. Ufdingmi? Bo'ldi. Sizlarning qulog'ingdagini qo'yib bir qulog'ingizni yuyinglar. Menga sen so'mkani elib bilaman aka. Hamma ishingni istinglar bo'ldi. Qo'pon bekrahon. Bu içki içtiringlar, ben çağını selüytep onundaki içi. Voy, men so'yib ketdi deyman, eli sas bo'lmamganda o chaqni. Az qaldı. Bak kulağımız juyup o'g'itsa selüytep. Bırak içi. Voy. Ha. Ben yaxshi. Nima? Qotandagi lapas qot ketdi? Qachon? Ha. O'chirib oldingmi? Bo'ldi. Men hozir yetib boraman. Ha, xo'sh.
Keladaş. Qanday qoldi? Ha, ben bir şey ot ketip ki vaktini bayqab uçurib oldu. Ajab ansirattın adamni. Sizga mo xabar qilmaydi degan adash. Men Mehmetcan jiddiyleşib ketib, telefon urib qopdi. Hech qanday ziyon ko'rilmadi. Bu ot nimadan ketibdi? Ma toksimlari o'zaro maslab ot ketibdi. Tok chiqsamlarga xabar qildik. Toklarning hammani tekshirib qayta ratlaydigan bo'ldi. Yaxshi qilibsizlar. Musho bizga berilgan bir signal adash. Bexatarlik masalasini biz yana boshqadan o'ylashmasak bo'lmabdi. Shundoq adash, shundoq. Men bu ishlarni ko'rib belakchi cho'chidim. Biz savdo bilan bo'lib ketiblar, ba'zi ishlar sal qarabdiq. Ha adash, sharda yinib chiqdinglarmi? Men asli shirkatga mangan, telefonni elibli bu yoqqa mangdim. Bo'ldi adash, unda bo'lsa sizlar darhol shirkatga beringlar. Va men bo'lgandan keyin bu ishlar uzlanmasin. Xotirjam bo'linglar. Voy. Ubul kep qoldi-ku. Shuni deyman, chaqasiqmi kelmaydigan odamni birdamda kep bo'pti-ku. Bulab ot ketibdi. Ha, adash, mana maslab ot ketibdi. Vaqtida o'chirib oldik. Ziyon eg'i emas-da. Hech qanday ziyon bo'lmadi, Ubul. Sen ansirib ketibsan-da? Sen ansirmigiding lan, men ansirayman. Men kooperativga pay qo'shib, sendek foydalanmadim teqa. Sening nima deganing bu? Foydasi hammamiz tang olamiz? Aytang. Qaylisab suv sayga, pul bayga eqiyotganda qiladi. Gapni agitmay, ochiqda. Ubal. Qarag'ani bugun kayfiyating sal nacharlik turdi-ku. To'g'ri topding. Men uncha bilan do't emas. Men yaning ostidagi yilonning ko'yishayotganini bildigan odamman. Gapning rostini esam, bu hamkorlik kooperativga pay qo'shganimdan pushaymon qilyapman. Yil oxirida kooperativdan foydalanishga ko'zim yetmadi. Kooperativmi yaxshi boshqarilmadi. Bugungi hodisa shuning bishorati. Eng yaxshisi mening piyimni qaytarib beringlar. Obol. Sen ajab tuyuqsiz bu gapni deb qolding-ku. Sen nimaga asosan kooperativni yaxshi boshqarilmadi deysan? Kooperativning qanday boshqarilayotganligi to'g'riliq biz paychiqlarni bir necha qitim yig'ini ichib to'klat qildik. O'chog'da sen kimmiding? Mana sen qarsiga so'zlasang bo'lmaydi. Biz to'xtamda foydani yil oxirida araymiz deyishgan. Buni sen unutib qolgan o'xshamamsan. To'xtam diyana hamma paychaklar bab baravar degan gap bor. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deb, mening piyimdan foydalanib, ba'zanlar biyib kelsin, men qanday qilaman? Yil oxirida olgan foydamiz musho deb, menga 2-4 tal pulni tashlab bersanglar, men xotin bolalarimni qanday boqaman? Eng yaxshisi mening piyimni qaytarib beringlar. Sen qo'shgan foydalanib, bu yerda beyib ketgan odam yo'q. Hamma hisobot up-uchuq. Kooperativmi yaxshi boshqarilyotdi. Agar sen bundaq deydigan ishing olsa, bo'ldi. Seningki qo'shgan peyinga foydani qo'shib ayirib bersak bo'ladi. Lekin keyin pushaymon qilib qolmasanglar bo'ldi. Hargiz pushaymon qilmayman. Mening sodam jiq. Osh pulimni desmay qilib, bir oyda osh pulimni bir qatlab foydalanaman. Shunday qila olsang yaxshi-ku. Bo'ladi. Sen 2-3 kun ta'xir qilib tur. Biz hisobotni ayirib, pulini qaytarib beraylik. Ems shunday bo'lsa, men maqdi. Adash. Onun peyini bir yarım yolluna qaytarib beramdak. Bu öktenmi mişine bozak olumuzma? Bo'ldi qilayli adash. Obulning besh qayib qopdi. Qaytarib bermasak, hamını bir kun bizning beshimizni og'irtadi. Og'irgan tishni vaqtida yulib etib, undan qutulgan yaxshi. Uning ustiga hozir bizga pay qo'shimiz deyotganlar jiqqo. Paycheklarni ko'paysak bo'ldi-ku. Bo'ldi. Boshqa ish bo'lmasa, men shirkatga qaytay. U yerda bir muncha ish meni saqlab turibdi. Bo'ladi, adash. Aras. 9 qizning to'lg'iga tang tutibdi degandek. Ati inimiz Qaysarjonning maslahatchiyi. Agar vaqtinglar yetsa, berib qatnash berasizlar. Cho'qim borma, adash, cho'qim borma. Sizlar xotirjam bo'lib ketaveringlar. Va'da ishlaydigan men bor. Zarur gap so'z bo'lsa, men telefon qilaman. Ma'qul. Emas men ketaverdim. Ma'qul adashim, ma'qul.
Sametcan. Hay Sametcan. Buyoq kelinglar bolalarım. Kelar juma kuni maktabimizda sinflar aro futbol musobaqasi ilib berilmoqchi. Sinfimizning yaxshi natijaga erisha olmasligi sizlarga bog'liq. Shunga har kun maktabdan qo'yib berganni qilib qilib bir necha soat to'p mashq qilsanglar bo'lamdiki. Bo'libmi Sametjan sen? Rolani yaxshi joriy qildim bo'lmaydi. Nima? Lekin xonim, lekin deysan nima bo'ldi? dadam to'p o'yinsan dars chekinib ketsan deb kunda maktabdan qo'yib bergan uzun o'yinga degandi. Naq degan. Men textadan san bir futbol o'tiramdiki degandim. Qarg'anda buningga texim o'nimog'daka. Agar Sametjanning dars qo'shilsalar, mening to'pim bilan o'ynasak bo'ldi, xonim. Bo'ladi. Hozir shunday qilaylik. Tanaffus vaqtlarida, tushlik damlashlarda to'p mashq qilib turinglar. Men fursat deb Bekirkam bilan yana bir so'zlashib boqay. Bilamda? Dars vaqti qolib darhol sinfga kiramsizlar. Unutmanglar. Sametcan, ishlab bo'lay dedingmi? Az qoldi. Ha, tezroq bo'l. Kech o'p ketdi, baldiroq aramamsan, ayt qo'polmaysa. Ha, ma'qul. Shuma? Ishtigrek ishla. Qiziq choydan qo'yib beraymi? Azroq. Bo'ldi. Yez bo'lay dedingmi yo bolam? Bo'ladi. Az qoldi. Avu. Ha? Sametcan. Bolam ish xatini uyga kirib yozaman. Men dadam deyishadiganlar gap bordi. Qo'pay. Etiga men yo'lda Fatgul xonim uchrab qolgan. Xonimning deyishicha, Sametjan to'pni bek yaxshi o'ynaydi ekan. Shu bolaninki to'p o'ynashini bir to'smasanglar, maktabda darsdan chekinib ketmaslikka men kafolatlik qilsam deydim. Ya Allah. Acaba qiyishib qoldi o xonim biz bilan. Birdan o'qsin degan. Birdan to'p o'ynsin degan. Qanda degan haq bu. Jab bir zirikdimi? Jan, bir ta'tirlik qilmanglar Bekraxun. Nadi biz bilan qiyishdi? Bolamizga ko'yinib shuna davatdi. Va bola to'pni bek yaxshi o'ynaydi ekan deyman. Ha, rost. Juma kuni maktabda sinflar aro futbol musobaqasi bor ekan, vaqtingiz o'zib kelib ko'rib ketinglar deydi. Berib boqatdiq ya. Men bormayman. Men borsam axotni tuli gap qilib, men quliqimga tukirib, meni pang qo'ydi. Borsam o'zim boraman. Ay. Bo'ldi. Bu gapni qo'yib, uyga kirib topshiriq qarab baqa. Kech o'p ketib aldiroq aramasin, ayt qo'polmaydi. Ishlab bo'lsa, vaqtida yozsin. Nega tutumi yo'q haq bu? Birdan bildim degan. İnek götürüp mengipsin aymanыңlar. Keçinin yağı işi ötep kaptı ki. Ha. Çarıçılık punktuğa birip, okuluğuz ötey deymin ha. Ha, bo'pti. Ha, ras. 2 kundan keyin piyimni qaytirib berma degan tangla 6 ayning paqisdek yo'qoplib ketdinglar. Qiymaxon bütün pulni shirkatga ishlatib, pulning o'rnini qilamayapamda. Qalaymiqamni gap qilmanglar, Obulaxon. Va 2-3 kundan beri bizim aldirash olib ketdik. Ertaga telefon qilamiz sizlarga.
Sizlar meni obdan bilsizlar, men so'di qildigan adam juma. Voy bilamiz, xotirjam bo'linglar. Telefon qilishmaydi qishasaqini. Ha, Namanjadash qadab olinglar. Voy, yo'qolib ketmadim. Ha. Voy, 100 ming ko desmi solanmayman. Ha, 50 ming ko desmi solalayman. Sil degandek, desmini silab foydani bir qatlaydigan ish bo'ldigan bo'lsa, ha, og'am foydamni qo'shib desmi silibdi-man. Xotirjam bo'linglar. Ha. Shunda bo'lsin hamsa. Maqadash, xo'sh. So'di deganda mayta qilibsiz mana. Jo'qota. Bek giratkan balası mı var? Semetcan Bekri, 6-cılık işkisi topuydu. Aşkın bir çakasa kokuyamadı. Oludu. Fatih Malım, siz musabqa axırlaşqandan keyin Semetcan Bekri'ni ishxona chaqirib kira, absin birga kirsin. Ma'qul. Mayıp tanlayınız deb bir qaç mektepni aralab qoldum dedi. Mao Semetcan degan bola topni haqiqatan yaxshi o'ynaydi ekan. Umid qilmaysizlar qildi. Bu bola menga yarab qoldi. Bo'lsa, mushu o'quvchimiz futbol komandalarni tanlab qolsa, bek yaxshi bo'ladi deb ekan. Meni bu bola shunday qildi. Kira. Afkam Semetcan, necha yaşkırdan? 12 yaşqa. Futbol oynashga qiziqamsan ya? Ha, qiziqma. Bayatim biri o'ynagan to'pini ko'rdim. Senda hali talant bor ekan. Sizlar Semetcanni oz bo'linglar? Ha. Men o'g'il bola futbol ko'masini treneri Dilshod. Sizlar o'g'illar Semetcanniki futbolni o'ynash jihatda haqiqatan talanti bor ekan. Agar xohlasizlar, Semetcanni bizning komandaga a'zolik qabul qilsak, sizlar qanday qaraylar? Bu bek belen gap bo'ptikan. Ha. Lekin bolaning o'qishini qanday qilamiz? Ha. Sizlar uningda xotirjam bo'lsizlar. Biz komandamiz tanlagan bolalarni faqat juma, shanba yashan kunlar mashg'uldirmiz. Bundaq bo'lgan chog'da bolaning o'qishini ta'sir etmaydi. Uning ustiga bolalarning butun tarbiyalashi haqsiz. Bolalarningki tantarbiya kiyimi, tushlik tomoqi, hatto chiniqish asoslari hammasi haqsiz. Agar o'g'illar bizning klub qatnashib futbol mashq qilsa, biz komanda tashkillab har xil musobaqalar qatnashtiramiz. Ishkirga, hatto chet ellarga futbol o'yiniga chiqish mumkin. O'tganda bizning o'smirlar futbol komandasi mamlakat bo'yicha chempion bo'ldi. Navoda ishkirga yo chet eldagi biror komandaning ko'zi Semetcan chiqib qolib qolsa, yo'li ichilib ketdi degan gap. Ana dadam degina men qatnashaychi. Ma'qul bolam, ma'qul jinim bolam, men deyman. Mening boshqa fikrim yo'q. Bu bolam o'zi to'pga bek qiziqdi. Lekin mushu Semetcanning dadasi to'p o'ynamaysan deb shunga. Semetcanning dadasi Semetcanni darsdan keyin qalamga deb ansiraydi. Ha, shundaqmi? Bunda qilayli bo'lmasa, siz hozircha qaytib turing. Men Semetcanning dadasi bilan paranglashib, ondan sizga javobini beray ekan. Mayli bo'lsa. Lekin amallar qaytdim. Bu bola umid bor. Bo'ladi, Mehmet Yershay. Semetcan, bilan chon bag'lajma. Agar bizni klub qatnashsa, cho'qim pishaymoqsan. Ma'qul.
Qandaroq ahvolingdash? Yaxshimi? Jitudingmi? Obdan tudingmi? Yaxshimi? Yaxshi. Voy, o'zingni kelsan-ku? O'zimni berib kelay deb kelishim. Uyga kirlar uyga. Qo'sh. Ya güzel choy demlayman. Aldiraymi. Shundaymi? Boshqadan kelaman. Ma'qul. Mana bu kooperativga pay qo'shgan 50 ming yen. Bu sana ayrilgan payda 20 ming yen. Sana var. Voy, nimdacık payda artadın bana. Rahmetçime de sana rahmet. Köp rahmet. Sen mo bilirse akayla. Hem de ben mo soğudu kıldığa adam. Onun üstüge ma ballarım bek kiçe. Azrak pulda kızılınıp kaldım. Kapılmaysa. Rahmet sana. Jilahırgıç tahir kılgan bolsan, peyin bir katılnattı. Sanım al, benim azak işim var. Vay boldu, hazır aç bankadan çıkan pulken. Sanımısam bulabilir da. Rahmet. Şunu ver. Anda olsa razı ol. Keyin görüşemiz. Vay men razı. Ma'qul emsa. Voy. Öysüre. Xo'sh. Yana bir kelamiz, ha. Güzel mi oturab? Xo'sh bo'lsin. Ha, ma'qulsa. Naban yapma. Ha, men şu. Men hazırlı barmış mı ateşemse? Aşağı tutturun la. Bana hazırlı mağdım emsa. Maka. Endi sizningki nima demoqchi bo'lganliklarini tushundimmidir? Meyademda bir necha turlik ish bor endi. Birisi bu futbol klubidagilarning beshi ishib qolmasa. Bakadimika mening balamni tarbiyalab beranda. Buni tarbiyalasa ularga nimaga foydasi bor? Ikkinchisi bu futbol klubi mas'ulning maktabda o'ziga maylidir. U shadi ekan. Mening balam shaya kirib chiqaman deb ezib qolsa o'tgangidek yoki birak kelishmaslik yo'l qilib qolsa, buni qanday qilamiz? Birlari ega bo'lisha olamlar. Üçüncüsü, mabala futbolu qiziqib qilib, kelgusida bir keraksiz qolmaydigan odam bo'lib qolsa, buni qanday qilamiz? Mani o'ylashmasak bo'lmaydi menda. Shunga men anam ko'rmagan, atam ko'rmagan ma odamlarga balni qo'shab qo'yolmayman. Xap bo'lashmizlar. Bek rahmaka, bayağı gibimizin tushunamagan o'xshaylar. Bu klub Sametchandek mushundaq futbolda talanti bor bolalarni nishonliq tarbiyalab, opnumra yillik, hatto mamlakatlik musobaqalar qatnashtirdi. Bu bolalar cho'ng musobaqalarda natija yaratib nom chiqarib qolsa, klub bilet kirim orqali chiqimni qamdab qolmay yana foyda yaratadi. Bolalar u yerda o'z istiqbolini topgandan sirt yurtimizga, hatto davlatimizga shon sharaf keltirdi. Sizlar nima deysizlar mayli? Men balan to'nimaydigan odamning qo'liga tutqizolmayman. Nima ko'zingning jundisi egsa? Balchon qildim deb nim bala qildi bu xaqlar. Amina xanım, mehmonlar tamoqtaz og'zingni tetimga axshmamda, yeyishmayaptilar. Deb o'xshaqdi. Kelaymi? Amina xanım, endi bir yeydigandim yeb boldiq, endi bir qo'ydiganlarimizni qo'yib ber. Shunday qiladi. Ular bizni aldapti-da. Texnik xodimning vaqtida kelmasligi mana mush sababdan ekan-da. Azizane diyorim var. Vay, haşkate